Xonadoningizda olmalaringiz qay holatda? Assalomu alaykum. Leo Garden olma bog'i. Mana oldimizda 5 yillik Golden navimiz turibdi. 3 litrda tarbiyalanyapti. M9 payvandakda. Mana shu olmalarimizda siyreklash jarayoni bo'ldi. Siz ham uydagi olmalaringizni bir tekshirib siyreklab qo'ying. Siyreklash qay holatda bo'ldi? Mana shu holatda yerda 105 ta olma donasi bor. 105 ta yerda. Yuqori qismida 120 ta bor. Siz buni uzoqdan ko'rib olmam kamayib ketyapti deb o'ylamang. Bir olmalaringiz holatini sanab qo'ying va eng maydadan tortib olishni boshlang. Yirik holatlarini, yirik yaxshilarini qoldiring. Va shuni o'zi sizga yetarli. Va sanab qo'ying.